g'arb mutafakkirlardan biri aytadi, agar baxtim chopganida yoki omadim yurishib ketganida deb o'tirib olib vaqtni bekor o'tkazishlik baxtsizlikning naq o'zidir. Ishlarim yurishib ketsa, omadim chopib ketsa deb bekor o'tiribdimi, shu odam naq baxtsiz odam bo'ladi. Xayolga berilib o'tirmasdan harakatga tushish. Shunda birodar qoning yaxshi aylanib, miyangga bir yaxshi fikrlar keladi. Yangi hayot aqlingdan ikkilanishni tezda ketkazadi. Ishla, davomiy bo'l. Bor bo'lgan dorilarning eng arzoni va eng afzali shu. Tushunarlimi? Bor bo'lgan va samarali bo'lgan eng arzon va eng afzal dori mehnat qilish. Astagfirullah. Va qul i'malu fasayarallohu amalakum va rasuluhu val mu'minun. Alloh taolo aytadi, ayting, amal qilinglar, ishlanglar, ya'ni turib olmanglar. Bas Alloh, uning payg'ambari va mu'minlar qilgan amallaringizni ko'rib turar. Birodar, ba'zida ishni ko'pligidan charchab malollanib ketasan. Bir yorug' kun ham bormikin, ish, hech ham bo'shamaysan. Birodar, ishingni ko'pligi baxt. Ishni ko'pligi muammo emas, ishni yo'qligi muammo. Bekarchilik muammo. To'g'rimi? Yurting tinch, taning sog', mehnatingga pulni berib turishdimi, ishlab maza qilmaysanmi? O'g'il bola, peshanang tellab, yengini shimarab, bir ketmon chopmaysanmi chiqib turib? Bekor o'tiraveradi.